taqdir taqozosi bilan jamoat transportiga ishimiz tushib qoldi hozir. Ozgina jamoat transportidan foydalanamiz. Shu jamoat transportiga ko'rib chiqqanda bitta narsani ko'p kuzatyapman. Hozir biz shunchalik yoshimiz katta bo'lib qoldimikin yoki hozirgi aksar ko'pchilik yoshlarni farosati yetmaydimi bilmayman. Yoshi katta odamlar turibdi, yoshlarimizni bezrab, teskari qarab, oynaga qarab, telefon o'ynab o'tirishibdi. Balki bizning aybimizdir, ota-onalar aybidir, to'g'ri tarbiya bera olmayotganimiz. Yoki ko'p yoshlarimiz beparosat bo'lib ketayotgandir. Kattalarga hurmat degan narsalar o'zi oldin bo'lardi. Haydovchilarga hurmat degan narsa yo'q edi-yu bir-biriga. Hozir endi jamoat transporti ishimiz tushgandan keyin jamoat transportida ham odamlarni bir-biriga nisbatini, yosh kattalarga nisbatan qanaqa hurmat qilayotganini yoshlarni amin bo'lyapman, chiqib ko'p e'tibor beryapman. Yoshlarimiz bezrab, teskari qarab o'tiribdi hammasi. Yosh katta odamlar turibdi, xuddi ayol kishi, xuddi erkak kishi bo'lsin, joy ham ustubit qilishayotgani yo'q. Joy vaqti berishayotgani yo'q. Mana shu narsani eshitayotgan yoshlar bo'lsa, u ertaga sizlar ham qaraysizlar. Bizning paytimizda men eslayman, avtobusga bitta yosh katta odamsiz sira joy berilardi. Xuddi ayol kishi bo'lsin, xuddi erkak kishi bo'lsin. Hozir u narsa lug'atdan olib tashalgan shekilli menimcha. Mana shu narsani bir yo'lga qo'yib, bir-birimizga hurmatni oshirsa, menimcha maqsadga muvofiq ish bo'lardi. Salomat bo'lasizlar.